Bismillahirrahmanirrahim. Bugün okuyduğumuz Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimehullah'ın Raf'ul Melam anil A'immetil A'lam degan kitabı. Yani büyük katta meşhur ölma alimlarga malamat qilmaslik. Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimehullah onun tarixini sözlep o'tmasakmi, ko'pchilikka ma'lumlik bo'lgan bütün hayoti o'qitish bilan fatvo berish va kitob yozish va azg'un bid'atchi toiflarga raddiya qaytarish qatorliq va shundoqla Mo'ng'ul tatarlar besib olgan chog'da jihodga chaqirish qatorliq nurg'un ahamiyatli ishlar bilan o'tgan. Bu kishining mashhur bo'lishlarining sabablaridan İbn Teymiye rahimehullah gerçi dört mezhep imamları ve yana başka imam alimlarning fatvolarga o'xshamaydigan fatvolarni berib, ularga xuddi qarshi fatvolarni bergandek o'xshamaydigan fatvolarni bergan bo'lsa-mu, ammo bu kishini mashhur qilgani Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimehullah başka alim ulamolarni nat yaxshi ko'radi va hurmatlaydi. Alim deganda hamma kishini alim deb olmaydi. Alim deyish uchun chuqum uningda alim degidek sifat va bilim va bilimiga amal qilish, to'g'ri aqida, to'g'ri e'tiqod bo'lish kerak. Va shuningdek axloq bo'lish kerak. Xolgan kishini alim deb olmaydi. Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimehullah shunday deydi. Yani musulmonlarga Allah ve Allah'ның payg'ambari sallallohu alayhi ve sellemni do'st tutgandan keyin müminlarni do'st tutish farz. Xuddi buni, yani müminlarni do'st tutishni Qur'on Karim so'zlagandek deydi. Yani Qur'on Karimda müminlarni do'st tutish haqidagi nurg'un oyatlar kelgan. Xususan ulamolar deydi. Yani müminlarni do'st tutish kerak, vojib bu. Shuning bilan bo'libmi? Bu müminler musulmonlarning ichidan ulamolarni bekroq yaxshi ko'rib do'st tutish vojib. Yani bu ulamolar hamda buning sababi desak bo'ldi. Ular Alloh taolo ularni yulduzlarning o'rnida qilgan payg'ambarlarning varislaridir. Yani bu olimlar bilan payg'ambarlarning varislari bo'lgan bu olimlar bilan quruqluq va dengizning zulmatlarida hidoyat tepildigan yulduzlarning o'rnini qilgan. Musulmonlar ularning hidoyati va ularning diroyatiga, ya'ni ilm ma'rifatiga ijmoga kelgan. Chunki bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambar qilinib avatilishdan ilgari har bir ummatning ulamolari u ummatning eng nachar kishilari edi. Nacharlar edi ular. Musulmonlar undaq emas. Chunki musulmonlarning olimlari, ulamoları musulmonlarning yaxshilaridir. Chunki u ulamolar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'zining ummati ichidagi xulafalaridir. Ya'ni izbosarlaridir. U ulamolar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'lgan sunnatlarini tirildirguchilardir. Kitob, ya'ni Qur'on Karim shular bilan qoyim bo'ladi. Ve ular şu Qur'on Karimni qoyim qiladi. Ve kitob Qur'on Karim ular bilan so'zlaydi ve ular Qur'on Karimni, ya'ni kitobni so'zlaydi. Shuni bilish kerakki, ummatning nazarida umumiy maqbul bo'lgan, qabul qilingan katta imomlar, ulamolar, ularning hech biri, bu ulamolardan hech biri payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan hech bir narsada mayli nozik, noiti inchiki kichik sunnat bo'lsin yoki cho'ng katta sunnat bo'lsin, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qasdan qarshilik qilmaydi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahih sunnatlarini qasdan tark etib, uning zid bo'lgan bir gap so'zlarni qilmaydi. Chunki ular, u imomlar yaqiniy holatda, ya'ni jazmiyat kelgan holatda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ergishishning farz ekanligiga ittifoq kelgan. Ya'ni shuning bilan birga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan boshqa insonlardan har qanday bir kishining so'zining
qabul qilinadiganligi va tashlanadiganligiga ham ittifoq kelgan. Lekin agar bu imomlardan birasining ma'lum bir hukm haqida biror gap so'zini biz anglasak yoki o'qisak, ondan keyin sahih hadis mushu olimning ashu fatvosi, ashu hukmi, ashu so'ziga qarama-qarshi kelib qolgan bo'lsa, u olimning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ashu sahih hadisini tark etishida, ya'ni qabul qilmaganligida chuqum uning bir o'zrisi bo'ladi. Bu özürlerinin hammasi 3 türlük buldu. Yani Şeyhülislam İbn Teymiye bu özürlerini tüvendeki 3 türge ayırgan. Yani sebepler buldu. Bikadan bikak terk etken emez. Aşı alimnin özünün bir özürüsü sebebi var. Birinci özürüsü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşı sahih hadisini eytqan deb itqat qılmağanlığı için. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini eytmağan buluş mümkün. Bu hadis yok buluş mümkün. Degandek. İkinci sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşı sözü arqılıq aşı meselini irade qılğan deb itqat qılmağanlığı için. Yani bu sahih hadisde demekçi boğunu bu alimning degan o'ttirib qo'ygan masalasiga hukm emas, balki boshqa bir masala uchun aytgan bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylaganlik uchun. Uchinchi sabab u olimning aşı hukm, yani payg'ambar sallallohu alayhi va sallamninki sahih hadisidagi aşı hukm amaldan qoldirilgan, mansub ketgan bir hukm bo'lishi mumkin. Shu men u sahih hadisni olmadim deb mushunda 3 turlik cho'ng jihatdan 3 turlik sabab bo'ldi deydi. Әмді мұшу сәбәпләр, мұшу 3 түрлік сәбәп яна нұрғылған сәбәпләргә шақчылынды деп тәпсилатыны әмді баян қылды. Birinci сәбәп, еліқі сәхи хәдис o alımğa yetken bulmaslıqı mümkün. Ve sahih hadis onun yetmegen kişi kelsek, o kişinin şu sahih hadisinin hükmünü bilişige o teklif kılınmaydı. Yani o hadis onun yetmedi, bilmey kaldı. O hadisini bilmegen hadisinin hükmünü o kandak bildi. Eğer o hadis onun yetmegen bolsa, şu sahih hadisini o alim kişi anlap bakmagan yoki o'qib bakmagan bolsa, şunun bilan o alim yiliqi o'zi shu so'zni qilgan shu masalada Qur'ondagi ma'lum bir oyatning zohirining taqozosi bo'yicha hukm qilgan bo'lsa, yoki boshqa bir hadisning hukm bilan hukm qilgan bo'lsa, yoki qiyosning yoki istishobning, yani aslilikni amroh qilishning taqozosi bilan hukm qilgan bo'lsa, o'zining ashu hukmi ba'zida ashu sahih hadisga muvofiqlashadi yoki ba'zida qarim-qarish kelib qoladi. Va haza sabab, mana shu sabab, yani sahih hadisning o alimga yetmaganligi salaflarning ko'pincha so'zlarida hadislarning ba'zilariga muxolif, yani qarim-qarshi bo'lib qolishligi ko'pincha ahvol shu. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarini umumyuzlik bilish bu ummatdan hech kimga bo'lgan ish emas. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadis so'zlaydi, fatvo beradi, hukm qiladi yoki biror ish qiladi. Shuning bilan u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ash so'rini hozir bo'lgan bir sahobalar anglaydi yoki ko'radi. Shuning bilan bu sahobalar ashu hadisni yoki ularning ba'zilari o'zlari yetkizgan kishilarga yetkazadi va ashu hadisning ilmi, fatvo, hukmlarning ilmi Allah Taala xohlagancha shu ulamolarga yetadi. Sahobalardan, tabiinlardan va ulardan keyin kelgan ulamolarga yetadi. Andan keyin yana boshqa bir so'rinda, yani u so'rindan boshqa bir so'rinda, boshqa bir yerda yoki boshqa bir ahvolda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadis so'zlaydi, fatvo beradi, hukm qiladi yoki bir ish qiladi. Shuning bilan bu ishlarni, bu fatvo, bu hukmlarga, bu so'ringa oldingi so'ringa qatnashmagan, yo'q bo'lgan ba'zi sahobalar qatnashadi. Shuni hozir bo'ladi, ko'radi, anglaydi. Shuning bilan bu hadisni o'zi mumkin bo'lgan kishilarga yetkazadi. Shuning bilan bu so'rindagi kishilarda bor bo'lgan ilm
алдыңғы sorundakilerde yo'q bo'ladi va алдыңғы sorundakilerde bor bo'lgan ilm, ularda bu sorundakilerde yo'q bo'lgan ilm bor bo'ladi. Sahabe ve ulardan kelgan ulumalar özlerining ilmining ko'pligi yoki farosati bilan bir-biridan farqlandi. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislarining hammini, bütün hadislarini birli kishining umumyuzlik bilimi bilidi deyishi, buni da'vo qilish qat'iy mumkin bo'lmaydigan ish.